Assalomu alaykum, aziz dehqonlar va issiqxona egalari. Bu videoda biz Qulupnoyda eng ko'p uchraydigan 3 ta kasallik haqida gaplashamiz. Aynan shu kasalliklar tufayli hosilingiz 40-60% gacha kamayib ketishi mumkin. Qanday belgilarga e'tibor berish kerak? Qaysi sharoitda kasallik tez tarqaladi va eng asosiysi qanday kurashish kerak? Keling bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Kulrang chirish, botritis. Qulupnoyning birinchi va eng xavfli kasalliklaridan biri kulrang chirish, ya'ni botritis. U asosan mevalarda paydo bo'ladi. Afzaliga kichkina nam dog'lar ko'rinadi, keyin esa butun meva kulrang paxtaga o'xshash mog'or bilan qoplanib qoladi. Belgilari: mevaning bir qismida kulrang pufakchali mog'or qatlamlari. Nam ob-havo yopiq issiqxonada tez tarqalishi. Mevalarning tezda yumshab, chirib ketishi. Kasallangan mevalar yonidagi sog'lom mevalarni ham tez zararlashi. Nima uchun paydo bo'ladi? Issiqxona ichida namlik juda yuqori bo'lganda, qalin ekilgan, shamollatilmaydigan joyda, nam yomg'irli davrda past harorat plus namlik kombinatsiyasi. Kurash choralari. Umumiy prinsip: issiqxonani muntazam shamollatish, kondensatni kamaytirish. Kasallangan meva va barglarni zudlik bilan uzib olib tashlash. Sug'orishni kechqurun emas, ertalab qilish, o'simlik kechasi quruq turishi uchun. Mulcha, samon yoki agroto'qima, mevaning tuproq bilan bevosita tegmasligi uchun. Kulrang chirishga qarshi maxsus preparatlar: Switch, Telder, Luna Tranquility, boshqalar. Tavsiya: dozalashni har doim etiketkaga qarab bajarish. Ikkinchi kasallik: unshudring, powdery mildew. Kasallik alomatlari. Ikkinchi kasalligimiz unshudring, ya'ni powdery mildew. Bu kasallikni tanish juda oson. Barg, band, hatto mevalarda ham oq un sepilgandek qoplama hosil qiladi. Bunday o'simliklar yaxshi nafas ola olmaydi, fotosintez kamayadi va hosil ham kichrayib qoladi. Asosiy belgilari: bargda oqish, unli qoplama paydo bo'lishi, barglar ichkariga o'ralib ketishi, o'sishning sekinlashuvi, mevalarning mayda va shakli buzilgan bo'lishi. Qanday sharoitda kasallik kuchayadi? Unshudring odatda issiq va nisbatan quruq, lekin havosi dim bo'lgan joylarda tez rivojlanadi. Kechasi harorat tushib, kunduz ko'tarilganda namlik bilan birga zamburug' juda tez faollashadi. Agrotexnik kurash choralari: qalin barglarni siyraklashtirish, havoni o'tkazish, ortig'i bilan azot berib yubormaslik, yumshoq shirali barg zamburug'ni jalb qiladi. Qulupnoylar orasida shamollatish yo'lini ochiq qoldirish. Kimyoviy vositalar: fungitsidar, topaz, skor, falcon va unshudringga qarshi boshqa preparatlar. Kerak bo'lganda 10-14 kunda qayta ishlav. Ildiz chirishi, Phytophthora rutrot. Uchinchi katta muammo ildiz chirishi. Bu kasallikni vaqtida payqamasangiz, butun maydon bo'ylab juda tez tarqalishi mumkin. Belgilari: o'simlik ustki qismi ayniqsa kunduz kuni susayib qoladi, osilib turadi. Sug'organdan keyin ham o'simlik tiklanmaydi. Ildizlarni kovlab ko'rsangiz, qoraygan, chirigan, ko'pincha hidli bo'ladi. Ayrim qulupnay poyalari butunlay nobud bo'lib qoladi. Asosiy sabablar: suv o'tmaydigan zich tuproq, sug'orishda ortiqcha suv, past joylarda suv to'planib qolishi, yil sayin bir joyga quluploy ekish, monokultura, zamburug'lar to'planishi. Kurash choralari: sug'orish tizimini qayta ko'rib chiqish, tomchilatib sug'orishga o'tish, past joylarga drenaj qilish, suvni olib ketish yo'llarini ochish, ekish oldidan to'proqni dezinfeksiya qilish, organik ham, kimyoviy ham usullar bo'lishi mumkin. Ildiz chirishiga qarshi fungitsidlar, masalan Ridamil Gold, Privicur Energy tipidagi preparatlar, doza va muddat mutaxassis yoki yo'riqnomaga binoan. Kasallangan butalarni butunlay olib tashlab, yoqib yuborish, maydonda qoldirmaslik. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Qulupnoyda kasalliklar asosan 3 ta omil tufayli ko'payadi: namlik, shamollatish va o'g'it balansi. Agar issiqxona yoki maydoningizda namlikni nazorat qilsangiz, havo aylanishini yaxshilasangiz va o'g'itlarni me'yorida bersangiz, kulrang chirish ham, unshudring ham, ildiz chirishi ham sizga kamroq zarar yetkazadi.
Bu Agromaslahat Global kanali. Agar qulupnoy bo'yicha yana savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va kanalga obuna bo'ling.